Manpar tayyorlashni bilmaydiganlar uchun yokida yangi kelinchaklarimiz uchun master klass. Mehmonbob bitada o'xshab chiqadigan, hammaga birdek yoqadigan manparni retseptini bugun sizlar bilan bo'lishmoqchiman. Retsept sizlar uchun foydali bo'layotgan bo'lsa, like bosib, albatta izohlarda fikringizni qoldiringlar. To'liq retseptni opisaniyada qoldiraman. Selderiylarni bargini cho'pidan ajratib olamiz. Barglari kerak emas, cho'pini to'g'rab tayyorlab qo'yamiz. Qolgan masalliqlarni ham shu tariqada tayyorlab qo'yamiz. Endi qizigan yog'da avvalambor go'shtimizni qovurib olamiz. Go'shtimizni soyaga birpas bo'ktirib qo'yamiz. Keyin esa qovurayotgan jarayonimizda hamma pripravalarimizni sovolib, yaxshilab qizartirib olamiz. Suvini tortgandan keyin piyoz hamda chesnokni solib, yana biroz qovuramiz. Bolgarskiylarni ham solib, shu ketma-ketlikda qovurishda davom etamiz. Qizilcha yoki tomat pastasidan solib, yana qovuramiz. Agar achchiq ichishni xohlasanglar, ozgincha ajika ham qo'shib yuborsanglar, juda ham mazali chiqadi. Ozgina un solib, yana ozgina qovuramiz. Sabzi kartoshkalarni ham sovuramiz. Suv solib, qaynatib qo'yamiz. 2 soat davomida qaynaydi sho'rvamiz. Endi bu orada xamirimizni qo'limizda shunaqa yoyib olib, mana shunaqa lenta qilib kesib olamiz. Yog'langan idishga har bitta xamirimizni shunaqa qo'limizda sillig'lab, lentalar qilib o'rab chiqamiz. Boshlanish jarayoni lamonikiga ham o'xshab ketadi, cho'zma lamonikiga. Lekin oxirigacha cho'zib tashlamaymiz. Xamirimiz mana tinib oldi. Yarim soat tingandan keyin shunaqa qo'limizda uzib chiqamiz barmog'imizda. Mani qo'llarim kichkina bo'lgani uchun xamirlar ham kichkina chiqdi. Qaynab turgan suvimizda qaynatib pishirib olamiz. Pishgan xamirlarni biroz quritib olib, ozgina yog'lab qo'yamiz. Men ustiga dekor uchun tuxumga shunaqa ozgina tuz solib, tovada pishirib oldim. Agar sizlar xohlasanglar, sizlar ham tayyorlab ko'ringlar. Dekor uchun juda ham chiroyli va mazali chiqadi. Juseni ovqat suzishimizdan 10 daqiqa avval to'g'rab sovuramiz. Shunda juda ham ovqatinglar mazali chiqadi. Pishirib olgan tuxumimizni shu tariqada kesib olamiz. Ovqatimizdan deyarli tayyor. Endi bismillah deb bemalol dasturxonga suzib tortsak bo'ladi. Video yoqqan bo'lsa, albatta like bosib, kanalimga obuna bo'lishni unutmanglar.